minal israfi al aklu fawqa shaba. از جمله اسرافتند inson to'yganidan so'ngra ziyoda va ziyoda yeyishlik. Sohib pul berib olgan kishiga zahar bo'lsa ham yeydi deb bir qissa bor deydi. Eng oxirgacha qolmasin. Isrofda. Ey koshki shuni pahluginangizga masjiddan bir ogoh xabar bo'lsangiz edi, shoyatki bor ikkita hofizi Qur'onni qalbi serob bo'lsa edi shu nondan. Shoyat falingizdan xabar olsangiz ki bor faqir va niyozmandga ertib bersangiz, xo'shallik bilan ham kecha yeydi va ham qolganini ertagina isitib yeydi. Nima uchun ziyoda va ziyoda yeysizki, ham jismingizga nuqs qiladi va ham diningizga zarba uradi, banomi isrof aytiladi. Yo hech kim topilmasa hayvonotga o'zginangizga muntazirdiki sizni qo'lingizga biron narsa egam keltirib tashlaymi men oldimga. Bitta isrof ziyoda va ziyoda to'yganidan so'ra nima qilishlik ekan? Yeyishlikda. Ikkinchisi an ya'kula wastul khubzi va an yad'asha hawashiya. Aytilarki shu nonni o'rtasidan xushim keladi deb yesa va girdob peshlarini hammasini chiqarib tashlasa albatta. Isrof. Sohib shu nonni girdob peshlari kamu besh qo'yadi, biz yeya olmaymiz. Shu o'rtasi sahida, o'rtaniki yedimi degan hammasi isrofotga yo kasofotga uriladi, yo shu holatga gummi ziyon bo'lib ketadi. Isrof emasmi? Uchinchisi nimada? At-tamassuh bil khubz 'inda al-faragh min at-ta'am. Nonni yeb bo'lgandan so'ra nonga qo'llarini nima qiladi? Yog'larini nonga o'zini yaxshi. Misoliki go'yo bir qog'ozi dastfokka yo dastfokka oddiga qo'lini poklasa, nonga poklaydi. Ammo bir nuqtasi bor buni, ba'zi qo'llarini, yog'larini olgandan so'ra yesa, isrof emasda, shu so'z qilib tashlasa, ihonat bir taomdi. Taomga nima qildi bu darvoqi? Ihonat qildi, u tahqir qilgan bo'ladi. Ajumla isrofotdan. Va to'rtinchisi nimada? Minal isrof idza saqata min yadihi luqma an yatrukaha. Vaqtiki bir luqma non qo'liga nasdan tushadi, yo yaxshigina qobiliyatni dasturxon ustiga tushadi, shu holatga tashlab ketadi. Dar suratiki dasturxonda usti foq bo'lsa, safo bo'lsa, ba'zi restoranlarga non yeysizki, mashalloh, o'ziga qaragan pillangizga nonni shu so'ziga tashlab ketginiz keladi. Unday bo'lmasa-ki bor, valla o'sha tatayyub, pokizalik shariat bizlarda hukm qiladi, u narsani bir tarafdan zerifoq qilsangiz. Lihozo dasturxon nihoyat foki shifof, hech kim qo'l ham tegani yo'q, qobil ham yotdingiz, oldingizdan tushdi, bedun aziki or qilsangiz, takabburlik qilsangiz, kibrlik qilsangiz, shuni olib. Imom Muhammad Shayboniy rahmatullohi alayh to'r mavzuni aytadilarki, isrofda.